Assalomu alaykum o'rtoqlar, Urfa Capital rahbarlari, mentorlari, ili katta treyderlari qaysi strategiya bo'yicha ishlaydi degan savolga bugun yechim qilamiz. Ya'ni men ko'p strategiyalarni qo'llab ko'rganman. SMC, ICT, SNR, ili klassika bo'yicha ham hammasi zo'r strategiya, lekin hozirgi momentda hamma o'ziga ideal bo'lgan strategiya, ili aniq kirish zonalarini topishga harakat qiladi. Endi men o'zim to'g'risi Fibonacci bo'yicha ishlayman. 6-7 oydan beri o'zim ustida ishlab, Fibonacci'ni ikkidan chiqirgacha qatdan kelib chiqqan Fibonacci o'zi nima matematik jihatdan pi nechiga teng, nimaga har bitta zonalar 0.618, 0.71, 79 zonalar qatdan reaksiya olishini polni tagidan ko'rib chiqqanman bu narsani. Hop, endi bugun sizlarga aytadigan narsam shu eski Elliott to'lqinlari, klassika va Fibonacci to'rttasini kollaboratsiya qilgan holatda bir bozorni arabskiy strategiya, o'zimiz ham arablardan ko'p kuzatganman-da. Shu narsani ancha ustida ishlab turib, bir zo'r 3 ta signal bozor qatdan qatgacha borishi, aniq kirish zonalari, o'sha narsani o'rgatamiz. O'zi eski bo'yicha masalan Fibo bo'yicha ishlaydigan o'zi legenda bo'ladi. Aytishlaricha 1.618 rostdan ham legenda. Xo'p, o'rtoqlar, ko'p gapirmasdan bizga kerakli bo'ladigan narsa birinchi o'rinda Fibonacci retracement. Buni nastroykalarga qiziq bo'ladigan bo'lsa menga yozsangiz, bemalol nastroykalarni tashib beraman, Telegram lichkalarni qo'yib qo'yaman. Xo'p, shu nastroyka bo'yicha ishlayman o'zim polni nastroyka qilib chiqqaman. Bu narsada sal tushunish uchun ko'p vaqt kerak bo'ladi. Har bitta zonani o'zini mohiyati bor. Keyin prosta trendda sizlarga ko'rsatishim uchun shu funksiya ham bizga yordam beradi. Keyin bizga mana bu dumaloqcha aritmetika uchun. Hop, blok uchun 0.79, 0.618 zona. Shu narsani esdan chiqazmang. Shu 3 ta zona buy zona bizga. Hop, buy zona deb qo'ying. Buy zona yoki sell zona. Shu zonalardan yo buy yo sell kiramiz. Stop lossimiz 0.5 dan pastroqdagi minimumga qo'yiladi. 0.5 zonadan pastroqdagi minimumga qo'yiladi. Trend bo'yicha-da. Endi agar siz pastdan tepaga tortadigan bo'lsangiz, ya'ni bozorda shunaqa ishlayapsin, shunaqa tortadigan bo'lsangiz, sizga sell zonada ikkita shakllanib chiqadi. 1.68, hop, mana shu 3 ta zona bizga katta, glavniy откатный zona. Ya'ni ketdi. Mana shunaqa bo'ladi yoki mana bu zona. Bu zona ham kuchli zona shakllanadi. Agar bu zonadan buzib yoradigan bo'lsa, shu zona bo'yicha harakat qilinadi. Agar teskarisiga ishlatadigan bo'lsangiz, hop, teskarisiga ishlatadigan bo'lsangiz, mana bu zona bizga sell zona bo'ladi va bizga stop lossimiz 0.5 dan kichikroqdagi minimumda bo'ladi. Savdo shunaqa bo'ladi 1.618 zonagacha. Mana bu zonada buy zona bo'ladi bizda. Esdan chiqazmaydi, adashtirib ham qo'ymaydi. Bu narsa juda ham glavniy narsalar. Polni shu terminlar bo'yicha bugun sizlarga bozor juda ham oddiyligini men sizlarga ko'rsataman. Prosta bizga kerakli bo'ladi. Bozorda trendni o'zi ko'rib olamiz. Kap ketdi mana shu yerga. To'g'rimi? Bizlar bo'yicha shu ketdi bozor impuls korreksiya buzilgandan keyin o'sha откатidan Fibonacci tortish boshlaymiz. Откат maksimumi minimumdan bozorni oxirgi maksimumiga tortamiz, glavniy maksimumiga, yechilmagan maksimumga tortamiz. Hop, bizda kerakli bo'ladi shu zona. Shu zonada aktiv 1.277, ozgina откат, или 1.618 zonalari bo'ladi biz uchun. Bu zonada endi bizga buy zonalari bo'ladi. Mana buy zonalari, ya'ni ketishi mumkin. Shu bo'yicha ishlanadi. Agar sell zona bo'ladigan bo'lsa, buni teskarisi bo'ladi, xuddi shuni. Endi shu narsani bozorda bir ko'ramiz. Grafikda ko'rish muhim. Biz uchun grafikda ko'rish muhim. Global trend bo'yicha sell ekan. Sellga ishlashimiz mumkin. Bitta tortamiz. O'sha bozor, buni tortsangiz sellda turibdi, to'g'rimi? Hop, mana bunaqasiga bitta tortadigan bo'lsangiz, sellda turibdi. O'sha mavtni buzgan откатidan bitta ishlaymiz.
Wow, mana buni ishlaganini qarang o'rtoqlar. Prosta easy'da. Mana bu zonalarni belgilaymiz a. Sizlar uchun buy zona. Sal yetib kelmabdi, lekin nisbatan yaxshi. Buzda atkin sirasi sel. Qarang, shu yerdan savdo kiryapti 1.618 ga chiqib ketyapti. Вообще bitta mazada. Mana bu yerda ham keyingi maksimum minimum bu. Doim birinchi tortgan nolingizni har doim birinchi maksimum, oxirgi maksimumga qo'yasiz selda ishlayotgan paytingizda. Qarang, siz mana bu yerdan bozorga kiryapsiz. Ya'ni zona katta bo'lib ketadi, hisob kitob bilan qo'yasiz. Stop lossingiz oxirgi minimumga pastroqda bo'ladi. Ya'ni bizning stop lossimiz 0.5 dan keyingi minimumdan sal pastroqda bo'ladi. Ya'ni bunda bu. Chunki bundan keyin 0.5 dan keyin oxirgi maksimum bu yoqda. Bundan keyin bu yoqda. Savdo kiryapmiz, endi 1.618 ga kutamiz. Qarabsizki, fraktalniy bo'yicha bozorda yana bitta bu yoqda shakllangan trend bor ekan. Shu zonagacha ham kelib berish kerak o'rtoqlar. Lekin bizning take profitimiz sel bo'yicha bu yoqda turibdi. 1.618 zonada turibdi. Ya'ni bizda buyni zonamiz ham bor ekan. Shu zona ham aktiv bo'lish kerak buyga. Hop. Hozir men bundan keyin agar o'zim odatda bu strategiyani faqat buyga ishlataman. Wow, qarang o'rtoqlar. Mana bu narsadan bir pashti pink pipslayman bilmayman qani. Narx 2939, bizaniki qo'yilgan 2937. 2 punkt 20 pips. Raznica qilgan, lekin bozor aktiv. Hop. Oh, mana bu yerdagi narsani holatni ko'ramizmi bitta? Hop, mana bu yerda chiroyligina zona shakllangan o'rtoqlar. Doim bozorni haligi 3 dan 3 ga qo'yish shart emas. Bitta trend line'ni line chartda ko'rsangiz bo'ldi, bir-biriga tegib turganini ko'rsangiz bo'ldi. Shuning uchun har doim 3 ga mana bu qorniga to'g'ri kelib qolishi mumkin, pastiga to'g'ri lokalni olib qolishi mumkin, lojni olib qolishi mumkin. Endi mana bu bizda oxirgi minimum, buni bitta atmetga qo'yamiz. Men sizlarga bitta zo'r fokus ko'rsataman, to'g'risi bor. Sal pastroqqa ko'rsatsam maylimi sizlar uchun? Men o'zim endi qarang, nur kabida bu ham. Hop, tortadigan joyimiz mana bu minimummi? Eng maksimumlarni sraz yordi mana shu yerda o'zida. Ya'ni bizni tortadigan joyimiz oxirgi maksimumdan keyingi minimumgacha. Endi sizlarga hozir zo'r narsani ko'rsataman. Mana bu zona bizlar uchun sel zona edi, to'g'rimi? Qarang, mana shu zonada yo sel ozgina bo'lsa ham, mana. Mana bu zona buy zona bizga 0.618, 0.79 zona. Stop lossimiz mana bu yerda bo'ladi. 0.5 dan pastroqdagi minimum, ya'ni oxirgi minimum qayerda mana bu. Atak mana bu minimumni ham olsangiz bo'laveradi. Chunki qizil shama minimumi anchagina yaxshi 2550 da. Hop, endi bizning bozorimiz holati bo'yicha men sizlarga hozir yana zo'r narsa ko'rsataman. 2.6 zonalardan aniq qilamiz. Bu birinchi sel zona. Ostiginaga bu prosta scalpga ishlaydiganlarga sel zona. Keyin atak mash 1.618 ga chiqib bo'ldi-ku. Mash zonadan bitta haligi 0 gacha tortamiz. Mana sizlarning ko'zingizdan chalg'itmasin. Doim mana 0 bor-ku. 0 mana minimumgacha tushish kerak edi. Mana belgilab qo'ygan joyimgacha ham tushib berish kerak. Doim bitta minimumga tortamiz yoki doim bitta maksimumga tortamiz. Bizda maksimum shakllandi. Bir shotda bo'ladi, 0 oxirgi minimumda bo'ladi. Endi bizda kirish joyimiz qarang o'rtoqlar, 0.79. Atak turgan joydan tushib ketish ham mumkin. Xo'p, sizlarga bozorni endi hozirgi holati bo'yicha bir tushuntirib beraman. Hop, mana bu yerda bo'ladigan bo'lsak, shu yerdan bitta mamuni ham tortib o'raymi? Yo'q, tortayman, men bitta mamuni ko'ray. Ketdi, buy. Wow, zonadan qarang, selga ketganini qarab turing. 1, 2, 3, hop. Tortayman, mana bu zona biz uchun sel zona edi. Oydinlik kiritib olaylik. Chunki bu yoqda birinchidan bizning zonamiz bor, bu yoqda keyin katta uraven bor bu yoqda. Katta uraven bor. Endi mabodo например, buni to'g'risidagi maksimum yoki minimumlar yo'q, to'g'rimi? 1.8 zonadan yoki mana trendni to'g'ri kelayotgani shu sham
agar bu yoqqa to'g'ri keladigan bo'lsa, bu ham bu yoqqa to'g'ri keladi. Shu zonadan yana haligi o'chib qoldi o'rtoqlar. Mana bu narsa o'chib qoldi. Qani qayerda edim, nima qilayotgandim? Keldi reaksiya. Bum. Atak mana shu yerda o'ynab olish ham mumkin, chunki ancha ko'tarilib ketdilar. Mana shu o'zida range olish ham mumkin bozor. Range yoki buy. Qanday ko'ramiz bozorni. Vuy! Prosta kayf. Chunki mana uni qarang o'rtoqlar. Mana bu narsa osmondan qo'yib qo'yilgan zona emas-da bu. Mana shu o'zidan reaksiya olyapti. O'zi normal yurib berdi bozor. Normal yurib berganga yarasha endi bu narsani demak undaq qilamiz, yo'qotib olamiz bu narsani doimiy. Endi bizga qiziq bo'ladigan holat yoqimi o'zimiz mana shu joydan endi mana shu joydan 0 gacha tortamiz. Bu narsani qaranglar, yana shu zonadan borib prosta qatgacha tushamiz. 1.270 ga 1.618 zonadan kutamiz. Bir marta yana urilib berdi. Stopimiz mavjudda bo'ladi o'rtoqlar. Ya'ni mana bunaqa bo'ladi stop. Hop, bu yoqdan savdo kiramiz. Stop bu yoqda bo'ladi, take profit bu yoqda bo'ladi. Atak bu H1da endi. H1da bilasizlar, siyosat o'zgarib ketadi. Shu yerda o'zi bir 40 kun, 70 kun, 1 yil o'tib ketyapti. Oq endi bor, oq. Yaltimi bu? Mana strategiya. Hop. Stop ham bo'lib turadi, lekin chunki siyosat o'zgarib ketdi bu yerda. Chunki biz range bor, mana bu range turibdi o'rtoqlar. Range bor, mana degan strategiyamiz bor. Aqli bag'li qilib tashlaydi. Qarang, o'zi biz uni o'tkazamizda bu yoqda biz yana bitta xotimiz qolib ketdi mana. Bitta bu yoqda qilamizda. Qarang, mana har bitta zonadan ketishni mana buni qarang o'rtoqlar. Mana bu zonadan seliga reaksiya olgan, bir marta, 2 marta. Mana bu zonadan oqish bo'lgan. Bu yoq bilan. Vapshim qilich bo'lyapti bor bu strategiya bor. Endi bizga qiziq narsa buni yana minimumdan maksimumgacha tortamiz. Hop, bizga kerakli bo'ladigan narsa 0.79 stop loss mavjudda bo'ladi. Take profit 1.618 bo'libdi-yu, nimasiga qiziq emas bu narsa. Endi qarang, mana bu narsani teskarisiga ishlatamiz endi. Bu yoqda shakllanib qopti. Trend buzilgan. Mazada mana shu trend buzilish. Buzilgan bitta qabul, mana shu yerda o'zidan qilamiz. Minimum o'zi. Hop, kichikroq bo'ladi-da. Odam ko'zini charchatib oladi. Hop. Mana 0.618, 0.5 zonasi. Mana shu yerdan reaksiya olib, qani o'rtoq, mana shu zonagacha ham kelib berarmikin. 1.272 gacha keldi. Bizning stopimiz mavjudda bo'ladi 0.5 dan keyingi minimumda. Ya'ni 0.5 dan keyingi minimum. Mana. Uchamiz baribir, uchamiz. Stop ham olib turamiz lekin. Sababi nimaga deyman? Biz ozgina xato qilib qo'ydik. Atak shu yerda o'zi ham normal ishlab oldi mana. Savdo kiryapmiz 2639 dan 2651 gacha 20 punkt qoniqtirmaydimi? 001 lot bilan kirganingizda $20, 01 bilan $200. Sababini aytayman sizlarga. Mana yo'qotamiz. Shuning uchun men trendga qarshi ishlamayman deyman-da. Hop, mana uni bitta qilamiz. Bu yoqda ishladik, to'g'rimi? Bu yoqda nimaga ishlamaymiz? Ha? Biz nima haqqimiz bor bu yoqda bayga harakat qilishimizga? 0.79 zonamizdan reaksiya olyapti-yu, 1.618 zona. Bay zonamiz bu yoqda. Mana shu yerdan bayga harakat qilsak bo'ladi. Qani bitta ko'ramizmi? Aytdim, bayga harakat qilamiz. Qaranglar. Уже qotish boshlayapti ham to'g'ri. Xullas shu strategiya bo'yicha ishlaydigan bo'lsangiz, bozor aytganimdek 80% gacha ham yurib beradi. Mana shu yerda o'zi ham bitta narsa ko'rdim. Shuni 3x qilib, 1x qilaydi. 1x qilay. Mana. Bozor yurib turaveradi. Ketdi. Sras tortisiz. Bam
0.79.05 zona. Hop, bu yoqda ketgan. Teskarisiga sel zona ketdi. Hop, nima yurmayapti bozor? Avtospi. Mana o'sha bozor harakatlanyapti bu yoqda. 1.618 buy zonamiz. 2 zona, yana bitta buy zonamiz 2.6 zona. Sal tezlashtirib yuborayim. Qarang, yurib bergan o'rtoqlar. Xullas, bu yo'nalishga tushib olgan odam ko'karib ketaveradi-da. Bekor ketmayman sizlarga. Shuning uchun gazini bosgan ma'qulroq.